Siz haqiqatdan ham sog'lom bo'lishni istasangiz, ajoyib bir yo'li bor. Men bu narsani 20 yildan ko'proq vaqt davomida o'zimda, oilamda juda ko'p insonlarga sinab ko'rdim. Chunki sog'lom bo'lish bu organlar sistemasini mutanosiblikda ishlashi. Chunki biz sistemamizni bir-biridan ajratib qo'ya olmaymiz. Shunday ajoyib bir programma borki, bu 90 kunlik programma. 3 oy davomida siz o'zingizni absolutno sog'lom his qilishingiz mumkin. Bu qanday qilib deyishingiz mumkin. Mana bizda organizmimizda endotoksinlar paydo bo'ladi. Har xil bakteriya, virus, zamburug', parazitlar rivojlanishi mumkin. Sizda qanaqa diagnoz bo'lishidan qat'iy nazar, sizni kasallikka olib kelayotgan ma'lum bir shunaqa sabablar bor. Mana shu sabablarni oxirigacha yo'qotib, sizni sog'lom qilish uchun judayam chiroyli 90 kunlik programma bor. Mana shu programmani birinchi oydagi mahsulot bu Coral Detox Plus programmasi. Coral Detox Plus bu otritsaniy toksinlaringni yuvaman degan ma'noni bildiradi. Bizlar tanamizda bu jigar filtrlari, o'pka, ichak, qon, organizmni tozalashda ishtirok etadigan immunitetlarimiz bor. Mana shu organizmni holatini yaxshi ishlashi, keraksiz egzotoksinlardan tozalash uchun mana shu programma ishlab chiqilgan. Bu 1 oy davomida ichiladi. Buning ichida mana shunday mahsulotlar bor. Coral Mine suvni sifatini o'zgartirib beruvchi ajoyib mahsulot. Buni 1,5 litr suvga bitta filtr paket solinadi-da va shu suv ovqatdan oldin va keyin kun davomida iste'mol qilinadi. Keyingi mahsulot mana H500. Bu svobodniy radikal toksinlarni eng zo'r chiqaradigan mahsulot. Bu ertalab kechqurun bir kapsuladan 2 marta iste'mol qilinadi. Mana bu yerda ikkita pentakan mahsuloti bor. Bilasizlar, bu pentakan shunaqa zo'r mahsulotki, bu nafaqat organizmni toksinlardan tozalaydi. Shu bilan birgalikda buni tarkibida kaliy elementi bor, riboza, askorbinka organizmni svobodniy radikallardan tozalab, shu bilan birgalikda yurakka, muskullarga kuch, quvvat, energiya beradi. Pochkani tozalashda, pochni nasoslarni yaxshi yurg'izib ishlashga juda ham yaxshi yordam beradigan mahsulot hisoblanadi. Va bundan tashqari yana bu yerda litsetin mahsuloti bor. Bu aminokislota. Biz juda ham yaxshi bilamizki, har bitta nerv to'qimasi litsetinoviy obolochkadan tashkil topgan. Bu milinoviy obolochkadan. Milinoviy obolochkaning asosini esa litsetin tashkil qiladi. Litsetin asab sistemasini tinchlantirishga, xotirani tiklashga, jigar ishini faoliyatini yaxshilashga, o't xaltani tozalashga, qolaversa bu terini chiroyli qilib, organizmni har bitta organ sistemani ishini yaxshi qilish uchun juda ham zo'r mahsulot hisoblanadi. Mana bu yerda assimilyator bor. Assimilyator bu ferment. Biz yegan oziq moddalarimizni yaxshi parchalab, kerakli joyda, kerakli vaqtda hazm qilishga yordam berib va organizmda paydo bo'lgan har qanday shlak moddalarni, adhot narsalarni chiqarib tashlashga eng zo'r yordam beradigan tabiiy ferment. Va bu lyutserna, bu oqsil. Buni tarkibida 7 xil mezaminemiy deymiz, o'rnini bosmaydigan aminokislotalar organizmga paydo bo'lmaydi va bundan tashqari fitor elementi, kaliy vitaminlari bor. Organizmga kuch, quvvat, energiya berish bilan birgalikda buyrakni yaxshi tozalaydi, gemoglobinni ko'taradi. Mana shunday kompleks programmadan tashkil topgan bu Detox Plus programmasi 1 oy iste'mol qilganingizdan keyin sizni organizmingizga shunchalik kuchli yengillik, kuch, quvvat, energiya beradi va prosta organizmingiz sizga rahmat deb yuboradi. Endi bu mahsulotlarda mana bu Coral Mine H500 pentakan organizmdagi suvda eriydigan zaharlarni chiqarsa, mana bular. Bu 80% zaharlar bizda suvda eriydigan zaharlar hisoblanadi. Ular erib, buyrak orqali, siydik orqali chiqib ketadi. Qolgan 20% zaharlar ular o't xalta, jigar orqali yo'g'on ichakdan chiqib ketadi va qolgan mahsulotlar bilan yog'da eriydigan zaharlar chiqaradi. Xullas, yog'da eriydigan, suvda eriydigan hamma zaharlar detoks programmasi orqali organizmdan chiqib ketadi.